yoqmaydi, nima bo'ldi? Shu ichim yaxshi kelmayapti-da. Sizda ham shu muammo bor-ku, to'g'rimi? Qabziyat qanaqa muammolar keltirib chiqarishini bilasizmi? Qabziyat bu oddiy ich kemaslik emas. U doim noqulaylik va qorin og'rig'iga sabab bo'ladi. Ichinglarni siqib, sanchiq paydo qiladi. Qattiq axlat chiqishi tufayli orqa chiqarish teshigi shikastlanishi mumkin. Bu esa og'riqli jarayon va qon ketishiga olib keladi. Natijada gemoroy va anal yoriqlari paydo bo'ladi. Ich qotishi vaqtida organizmda toksinlar chiqmay, qon orqali butun tanaga tarqaladi. Bu tanani zaharlab, bosh og'rig'i, charchoq va teri muammolariga olib keladi. Hazm qilishi buzilishi. Ovqat hazm qilish tizimi ishdan chiqib, vitamin va minerallar yetishmasligiga, ichayotgan vitaminlaringiz o'z joyiga yetib bormasligiga sabab bo'ladi. Ichaklar sog'lig'i ruhiy holatga bog'liq. Qabziyat odamni asabiy, bezovta va depressiyaga moyil qiladi. Xo'sh, nima qilish kerak? Qabziyat bo'yicha kerakli maslahatlar, psixologik holatlarni va qabziyat uchun qilinadigan mashqlarni Telegram kanalimga joylab qo'yganman. Siz ham qabziyatdan aziyat chekayotgan bo'lsangiz, ushbu maslahatlarimga amal qiling va do'stlaringizga yuborib qo'ying.